5500 dollarga men sizlarga Farg'ona shahrida zo'r lokatsiyasidan, do'konlar, kanalni bo'yidan juda ham zo'r joydan mana shunaqangi 2 etajli uchastka topib qo'ydim. 3 soatdan oshiq joyga solingan, juda ham zo'r holatda turibdi, kirib bemalol yashaydigan sharoit qilib qo'yishgan ekan. Hozir men sizlarga bitta obzor qilib beraman. Bu joylarda narxlari yaqin o'rtada 2 barobar oshmasa, haga sababi hozir men sizga mana shu joyga rasm qo'yib betyapman. Uyimiz oldiga shunaqangi yoshlar xiyoboni tushyapti ekan. Shuning uchun uyimiz oldida shunaqa sharoit qilib qo'yishadi. Yaqinda narxlar juda ham oshadi. Kirganda chap qo'limizda birinchi shu mehmonxonamiz bor ekan. Bitta asfalt qilingan, o'zlaringga, didlaringga moslab remontlarni qilib olsalaring bo'ladi. Bu tomonda bo'lsa, yana bitta xonamiz bor. Bu spalni ekan, katta yotoqxonasi. Mana shu joydan ikkinchi etajga xud qilishgan ekan. O'zingiz ikkinchi etajga bitirib olasiz. Hozircha birinchi etajga kirib yashab tursangiz bo'ladi. Yana bitta qiziqarli joyi, zakanaldan, do'konaldan 2 xonali kvartirangiz bo'lsa, bemalol barterga ham kelishlar ekan, chunki sababi narxi juda ham arzon, 5500 dollarga. Misol uchun bunaqa uchastkani topish hozirgi paytda qiyin bo'lsa kerak, yana ham mana shunaqangi sentralniy joylarda. Misol uchun domdan zerikkan odamlar bo'lsa, bemalol olib, barter qilib turib foydalanib, hovli qilsam bo'ladi o'ziga. Bu joyimiz turar, noturar emas, dokumentda muammo yo'q. Orqa tomonda ham shunaqangi hovlilari bor. Bemalol o'zingizga chiroyli qilib, bo'rka qilib, sharoitini qilib bo'ladi. Mana shu joyimiz ham keng koridor ko'rib turibsiz. 1, 2, 3, 4 tepalari bilan уже 8 taga yaqin xonasi bor. Tepani o'zi bir qator bitirib olasiz aytgandek. To'g'rimizga yoshlar xiyoboni tushyapti. Yaqinda bu joylar narxi kosmetik oshib ketadi. Bu joylarda gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Aytgandek, mana shu joy do'konlarda turibmiz, kanalni bo'yida mana shu joyga yoshlar xiyoboni tushib, yaqinda juda ham zo'r ishlar bo'lib ketadi. Mana shu uyimiz sotuvda. Narxini aytgandek 45500 dollar ozgina kelishadigan joy bor. Kimga qiziq bo'lsa, Primoy egalari nomerini qoldiraman. Bemalol telefon qilib baraka qilsangiz bo'lar aytgandek. Mashina kiradigan yo'l ham bor, umuman muammosi yo'q. Videoga like bosib, domni puliga shunaqangi hovli joy qilaman degan narsalar aytgandek. Mana shu territoriyadan domingiz bo'lsa, barterga ham kelishsa bo'ladi.